Bugungi kun rasso o'tdi. Assalomu alaykum dadasi, xush kelibsiz. Keling. Ha nima qilasiz? Nima xafa bo'lasiz? Sizchi umuman qilmang, chunki sizda mana men borman. Borligingni eslatib, battar yuragimiz siqmagin. Nima dedi? Yuragim siqilyapti dedimi? Ha, menga uylanib, hali yuragi siqiladigan bo'lib qoldimi? Hozir shunaqa yuragingizni siqaman, ko'rasiz. Siz mayking-da, mayking. Voy bosh. Menga qarang, siz nima dedingiz? Men yuragimni siqasan dedingizmi? Qarang, hozir shunaqa yuragingizni siqaman, bir kundacha 3 marta infarkt bo'lasiz. Onasini yemsin. Birinchi infarkt u kirgandan boshlandi-yo. Siz borku, noshukur ekansiz. Siz menga uylanish uchun nimalar qilgandingiz? Hech narsa qilmaganman. O'zi jartallab kelib olgan. Nima? Erkakcha tan oling. Menga erishish uchun nimalar qilgansiz? Ha, nima qilardim? Mana yoshligimdan nonni o'rtasini yeganman-da, xotinim chiroyli bo'lsin deb. Keyin mana oshni birinchi qoshiqini go'sht bilan yeganman. Qozon tayini yalamaganman. Supurgini hech qachon tikka qo'ymaganman. Faqat sen uchun. Voy. Tinchgina nonni chekkasidan yeyishni boshlasam o'lamanmi? Oshni ham go'shtsiz yesa bo'lardi. Tuxum qo'shib yesa bo'lardi. Supurgi tikka tursa nima qilibdi? Bir chekkada chiroyli turardi. Dadasi, o'zingizcha sekin gapiryapman deb o'ylayapsiz, lekin hammasini eshitib turibman. Iloji bo'lsa ichingizda gapiring. Yaxshi bo'pti. Xotin, sayohatga chiqish xohlaysan? Ha? Qimmat kiyimlar kiygin kelyaptimi? Конечно. Qimmat restoranlardan ovqat yegin kelyaptimi? Да, конечно. Dengizni ko'rgin kelyaptimi?